Do'stlar, hammaga salom. Bugun bizda degani yangi natija. Singapurga ketayotgan Muhammad Qodir o'quvchimizni vizalari 10 kunda chiqdi va ularni hozir o'zlarini kutib olib, tabriklab vizalarini topshiramiz. Do'stlar, mana o'quvchimiz o'zlari Muhammad Qodir yetib keldilar. Hozir vizalarini o'zlariga topshiramiz. Men bu haqda ko'p gapirib o'tirmayman, chunki bular bilan juda ham qiziqarli voqealar bo'ldi. Avvalambor Burhan konsaltingga rahmat. 10 kun ichida Singapurga viza chiqarib berishdi. Vizam chiqqandan keyin xursand bo'ldim. Biletlarni olib, tayyorgarlik qilib uchib ketishimga 2 kun qolganda vizamda muammo bo'libdi. Muammoning sababini topdik va menga yana 2 soat ichida qayta vizamni chiqarib berishdi. Bu vaqt ichida ichimdan o'tgan narsalarni aytadigan bo'lsam, bo'ldi, men уже qolib ketdim deb o'yladim. Lekin Xudoga shukr, mana aeroportda turibman, uchib ketyapman. Do'stlar, mana Muhammad Qodirni eshitib, ularning fikrlarini bilib oldik. Ularga oq yo'l tilaymiz. Muhammad Qodir, oladigan bilimingiz xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Agar sizga ham Singapurda o'qish qiziq bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring.